Monomix kompaniyasi HR menejeri Shahnoz opa xodimlarni saralash jarayonini yanayam takomillashtirish va sifatli qilish uchun AI Recruiter tizimini sotib oldilar. Lekin ular hozirda bu tizimni qanday qilib ishlatish kerakligini bilmayaptilar. Kelinglar, ularga qanday qilib tizimni ishlatish mumkinligini ko'rsatib o'tamiz. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz anketalar bo'limiga kiramiz. Bu yerdan yangi anketa yaratishni bosamiz. O'zimizga mos bo'lgan tilni tanlaymiz. Anketa yaratishni bosamiz. Anketaga nom qo'yamiz. Sotuvchilar uchun. Lavozim turi sotuvchi. Rasm yuborish, ismi, familiya, telefon raqami, yashash manzili. Endi bitta savol qo'shamiz. Uzun matnlik. Bu yerga ish tajribangiz deb yozamiz. Moslik filtrini yoqishimiz mumkin. Bu yerga 3 yil plus ish tajribasi deb yozamiz. Vaznni qo'yamiz. Saqlashni bosamiz. Anketa saqlandi. Endi testlar bo'limiga o'tamiz. Testni bu yerda AI orqali yaratishimiz ham mumkin yoki mana bu yerdan tayyor testni yuklab olsak bo'ladi shablonlardan. Savdo vakili, chakana savdo, call operator menejer, sotuv menejerlarini baholash testi import qilamiz. Import qilindi. Bu yerga tushdi. Keyingisi ko'nikmalar bo'limiga o'tamiz. Sotuv menejeriga mos bo'lgan ko'nikmani tanlaymiz yoki kutubxonadan tayyor tortib olishimiz mumkin. Xo'p, muammoni hal qila olish, pozitiv, sotuv menejeriga qaysi bir mos keladi? Muammoni hal qila olish. Import qilamiz. Import qilindi. Ko'nikmalar muammoni hal qila olish, library, saqlash, testlar bizga hozirda kerak emas. Anketa saqlandi, test, hammasini saqlab oldik. Endi qiladigan ishimiz vakansiya yaratish. Endi vakansiya yaratishni bosamiz. Mana bu yerda yangi vakansiya yaratishni bosamiz. 0 dan yaratish. Bu yerga yozamiz. bo'lim, sotuv bo'limi, joylashuv va ish joyini topamiz. Hop. Anketa boyiga yaratgan anketamizni tanlaymiz. Boyiga yaratgan sotuv bo'yicha testimizni tanlaymiz. Ko'nikma boyiga yaratganimiz muammolarni hal qila olishni tanlaymiz. Saqlash, faollashtiramiz. Mana vakansiya yaratildi. Endi bu ssilkani o'zimizga qulay bo'lgan joyga tarqatsak bo'ladi.